Pochcha, olcham kecha masala qilgan edi. Masalani menga berdida, sizga tuxum bilan kolbasa qovurib keldi. Bugun mana jarkob qilibdi. Jarkobni menga yedirib, o'zizga yana tuxum bilan kolbasa qovurib olib keldi. Endi qaynam opchang baquvvat bo'lsin deydi-da. Baquvvat bo'lsin deydi. O'z baquvvatsiz-ku. Yosh o'tgandan keyin hozir baquvvat bo'lmayapti-da. Yana uylansang bilasan-da qaynam, bilasan. Pochcha? Ha. G'ayrat degan qiz bor-ku. Qaysi? Nari mahalladagi. O'shani qizini yoqtirib qo'ygandim. U ham meni yoqtiradi. Plus meni kuyov qilmoqchi. Magazin, do'kon, mashina, shunaqa narsalar bermoqchi menga. Senga? Seriozmi? Shunga nima deysiz, pochcha? Sen o'zi uylanmoqchimisan yo erga tegmoqchimisan, qaynam? Ovqatingga